Assalomu alaykum Taqvo Mebel obunachilari, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa sizlar bilan yana men Abdulloh, Andijon viloyati Andijon Mebel jahon bozoridamiz. Xudo xolasa sizlarga neobычный ishlarimiz obzorini qilib o'tamiz. O'samiz obzorimiz boshladik. Xo'p, bu birinchi ishimizga keladigan bo'lsak, 12 talik Cobra 3D fasonda yog'och yong'oq materiallar, attachento material qo'yilgan. Hop, orqalari pardali broshkalar bilan ishlaganmiz. Hop, oyoqlarni bir qator ko'rsatib ko'rasiz. 3D deb shunisini aytadi ko'pchilik. Hop, klientlarimiz ham biladi. Hop. Xonlariga o'tadigan bo'lsak, xonlar akvarium qilib ishlangan. Xonlari xon taxta bo'lmaydi bu ishimizda. Endi bu xon taxta bo'lmashining sababi unaqa misol 9-10 millionga mebel olgan odam xon taxta qilib ishlatmaydi. Xo'p, xonlar, oyoqlari simala qilib ishlangan. Xonimiz razmeri 3.10 ga yana 1.20. Xo'p, bu ishimizning narxiga keladigan bo'lsak, bu ishimizning narxi 9 million so'm. Dastavkasi ichida shunda. Dastavkasi alohida. Oldin aytib o'taylik obunachilarga. Ko'pchilik mijozlarimiz karishniy ham so'raydi. Karishniy mebelning rangini so'ragan mijozlarimiz uchun ham bor mana bu. 12 talik bambuk fasonda ishlangan gullari. Oyoqlarida 3D'si yo'q bu ishimiz. Bitta taylarini ham ko'rsating. Bo'ldi. Mana taylar. Yong'oq deyapmiz, mana yong'oqda o'zini tabiiy gullari bo'ladi, mana shu yo'llardan. Kraska sepilmagan joydan ko'rsanglar ham bo'laveradi. O'zi asli bu karishniy rangda yong'oq yog'ochimiz o'zi gulini ushlab qo'yganmiz. Mana ko'rishlar ham mumkin, qora bo'lib bunaqa. Yong'oq o'zining tabiiy gullari bilan qo'ygan. Xo'p, bu ishimizni xonlari xon taxta bo'ladi. Xonlari ham MD 3.10 ga endi 1.20. Oyoqlari 3 qavat qilib ishlangan tumbalar. Xo'p, bu ishimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu ishimiz narxi 6 million 700 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Bunimizda dastavka bor, ha? Ha, bor. Xo'p, keyingi ishimizga o'tsak, kelaverasizlar. Xo'p. Bu ishimiz qoplama. Bu ishimiz ham yong'oq yog'ochda. Xonlari xon taxta bo'ladi. Xo'p, bu ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishimizning narxi 7 million so'm. Dastavkasi yo'q lekin bu ishimiz. Mana ishlarimiz sotilib, mana boshilyapti. Xonlari xon taxta bo'ladi bu ishimizning. Xo'p, keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak, 3D Cobra deb qo'yadi buni. Xo'p, birinchi ko'rsatdik. Akvariumli xonimizda. Xo'p, shuni bilsam, akvariumsiz variant. Xonlar sal oddiyroq. Arzonroq varianti bu. Xo'p, bu ishimiz ham oyoqlari 3D, yog'ochi yong'oq yog'ochda. Yog'ochlari yong'oq bunimiz ham, ha? Aha. Orqa taraflarni ko'rsatib. Bu broshka qo'yilmagan, mana arqonlar bilan ishlangan, neobычный qilib. Xo'p. Bu ishimiz Kimga qanaqa, lekin bu modelimizni ham orqasiga broshka qo'yib beramiz, to'g'rimi? Agar qo'yib bering deydigan bo'lsa, qo'yib berilaveradi. Xo'p, bu ishimizning narxi 7,5 million so'm. Dastavkasi ichida shunda. Dastavkalarimiz bor. Xo'p, xonlarimiz xon taxta bo'ladi. Xonlarimizni aytib o'tdik. 3.10 ga 1.20. Oyoqlari 3 qavat. Xo'p, yana bitta kapalay mebelni svet ishimiz. Xo'p. Bu nariga ko'rganimizdan boshqacharoq ekan, bu model. Kapalay plankali deb qo'yadi. U ko'rsatganimiz Cobra fasonda. Oldi orqa materiallar barham qilib ishlangan. Ranglari ham bir baho berib ko'rasizlar. Bu rangni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Yo, demoqchi bo'lganim, bu karishniy rang sepib bunaqa rang chiqarish hammaga ham emas-da. Xo'p. Xonlari 3.10 ga 1.20. Ustilarni o'yib ishlaganmiz, bir yaqinroqdan ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tumbalari ham neobычный qilib ishlangan. Sonra yaqinroqdan ko'rish ham mumkin. Hali hamma qator 3 qavat qilib ishlanmagan. Skromniyroq qilib ishlangan. Ha, bu skromniyroq. Hop, bu ishimizning narxi 7 million so'm. Dastavkasi ichida shunda. Dastavkalarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. 12 talik. Xo'p, kimga mebellarimiz yoqqan bo'lsa, yo zakaz qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, ekranda nomerlarimizni yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.
Xohlasa qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmasin.